Christmas Day is dawning. He picks up all the postbags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. All the birds are singing, and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Everybody knows his bright red band. All his friends will smile as he waves to greet them. Maybe you can never be sure there'll be knock, ring, parcels to your door. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. All the birds are singing, and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Pat feels he's a really happy man. Quvnoq Pachtalyon. Qochoq sigir voqeasi. Salom, Pat. Xayrli tong, Ted. Mana bu maktub senga. Rahmat, Pat. Maxsus eltish xizmati. Pat eshitadi. Pat, tezroq bu yerga kela olasizmi? Nima bo'ldi, Ben? Sizga maxsus jo'natma bor. Jess, shoshilishimiz kerak. Ben bizni yordamimizga muhtojga o'xshaydi. Xayr, Ted. Xayr, Pat. Biz uchun maxsus xizmat bor, Jess. Bugun bizni nima kutayotgan ekan, ha? Ben! Tanishing, bu Daisy. Sizni maxsus jo'natmangiz. Bugun tongda Pencasterdan keldi. U Alf uchun. Rahmat, Daisy. Hamma yog'imizni tozalab qo'yding. Maxsus eltish xizmati hamma narsani eltib qo'yadi. Lekin hayvonlarga alohida e'tibor kerak. Mayli, qani ko'raylikchi bizga nima zarur ekan. Mana hayvonlar aravasi. Amy'da shunaqa narsa bor edi. Bizga berib tursa kerak. Hey! Orqaga qayt! Qaytsang-chi! Endi nima qilamiz? Men uni topib kelaman. Sen Amy'ga qo'ng'iroq qil. Xo'p. Yaxshi. Alo? Amy, yordaming kerak. Sigirimiz qochib ketdi. Juda chiroyli chiqibdi. Ammo sen ko'rib turgan narsalaringnigina chizsang degandim. Taylor xonim, lekin men uni chindan ham ko'rib turibman. Buni qarang-a. Tushunmadim. Sigir bu yerda nima qilyapti? Nima qilardi? Och qolganda? Ey, axir bu meni tushligim-ku. Qani, uni egasiga olib boraylikchi bolalar. Xo'p, Taylor xonim. Salomat Ram aka. Qarang, sigir. Vosh, nimalar bo'lyapti bu yerda? Qani? Bu yerdan tuyog'ingizni shiqillating-chi. Xo'sh. Buni egasi kim ekan, ha? Xo'jayining kim seni? Mayli, endi ahamiyati yo'q buni. Nega menga mo qilasan, ha? Buckingham, Pat. Tez qayting, Pat. Mana bu arqonni sendan so'rab turmoqchi edim, Ted. Nima bo'ldi o'zi? Maxsus jo'natmani bog'lashim kerak edi. Xayr. Bu juda katta jo'natmaga o'xshaydi. Uzr, Pumpkin, seni hozir tashqariga olib chiqa olmayman. Petga yordam berishim kerak. Bizni kutgin. Tezda qaytaman. Pet amaki keldi. Pet, u senikimi? Yo'q, meniki emas. U Alf Thompson uchun maxsus jo'natma.
Sigirlar bog'langan bo'lishi kerak. Hozir shunday qilamiz. Hamma chetroq tursin. Xavfsizlikka rioya qiling. Iltimos. Juda yaxshi, Pet. Daisy cow, we'd like to stop her, but we don't know how. Running wild everywhere and pulling Pat all round the square. Daisy cow, we'd like to stop her, but we don't know how. Everybody's saying that you've got to stop that, got to stop that, got to stop that cow. Oh, Daisy! Ay. Alo, maxsus etish xizmati Pet eshitadi. Pet, ishlaringiz qalay demoqchi edim. Hammasi joyda, Ben. Menga ishonishing mumkin. Salom, Pet. Pet, men maxsus jo'natmangni topib oldim. Qoyil. Yordamga kelganing uchun rahmat. Arzimaydi. Qani, uni aravaga olib chiqishimiz kerak. Daisy! Bu yoqqa kel. Tuzukmisan, Pet? Yaxshi. Uni aravaga olib chiqish yo'lini topdim. Qani Daisy, mana bu mazali ko'katdan yeginchi. Xayriyat. Qoyil maqom. Maxsus eltish xizmati yo'lga chiqyapti. Biz doimo buni uddalaymiz, to'g'rimi, Jess? Jess? Bu Jesko. Qayerda ekan, ha? Emi, men Jessni. Jess. O'sha yerda shekilli. Jess, u sog' salomat. Maxsus eltish xizmati. Salom, Ben. Salom Pet, sizga yordam kerak emasmi? Xavotir olma. Hammasi joyida. Ko'rishguncha. Qani Emi, bu maxsus jo'natmamizni yangi egasiga topshiraylikchi. Yaxshi, Pet. Iye, Alfmi bu? Alf. Sen uchun maxsus jo'natma bor. Yangi sigir. Ana bumi? Yo'q. Daisy, u yerda nima qilyapsan? U tiqilib qolmaganmikin? Uni qanday olib tushmoqchisizlar endi? Men bilaman nima qilishdi. Maxsus eltish xizmatining vertolyoti bor. Buning uchun xavfsizlik belbog'i kerak, shundaymi? Ishxonamda bor edi. Bilasanmi? Buni ikkovimiz qilishimiz kerak bo'ladi. Emi, menga yordam bera olasanmi? Bajonidil, ammo men uchishdan qo'rqaman. Xavotirlanma, Emi. Men mohir uchuvchiman. Senga hech narsa qilmaydi. Boraver, Emi. Sen buni uddalay olasan. Daisy
Deyziga yordamim kerak. Mayli, roziman. Sen xavotirlanma, Alf. Biz uni olib tushamiz. Rahmat, Pet. Omad. Qoyil, Pet. Bu qiyin ish edi. Ulgurasiz deb o'ylamagan edim. Qayoqqa? Tushuntirishga vaqt yo'q. Biz hali maxsus xizmatni tugatmadik. Amy, bunga tayyormisan? Ha, Pet. Men uchishga tayyorman. Mana xavfsizlik belbog'ing. Buni taqib olishing kerak. Rahmat, Pet. Daisyni qutqarish operatsiyasini boshlaymiz. Yaxshi, Amy. Belbog'ni ilib ol. Hammasi joyida. Qani, olg'a. Omad, Pet. Deyarli kelib qoldik, Amy. Yaxshi, Pet. Yaxshi. Men hozir yaqinlashib, seni pastga tushiraman. Seni tushundim, Pet. Salom. Pet, tezroq. Daisy qo'rqyapti shekilli. Yaxshi. Pastga tushiryapman. Barakalla, tushaver, Amy. Deyarli tushdi. Qo'rqma, Daisy. Senga yomonlik qilmayman. Yaxshi sigirsan, Daisy. Mahkamroq bog'la. Endi biz ikkimiz ajoyib bir sayohatga chiqamiz. Biz tayyormiz, Pet. Barakalla, Amy. Qani, Jess. Bizning maxsus jo'natmamiz uchib boradi. Mendan xavotir olma, Pet. Men bemalol tushib olaman. Hayır, Greendale'da ko'rishguncha. Special delivery service. Pat is on his way. Special delivery service. Taylor xonim, osmonda sigir uchyapti. Tentak bo'lma, Julian. Sigirlar uchmaydi. Lekin bunisi ucharkan. Voy buni qarang-ya. Bu seni yangi uying, Daisy. Unga yaxshilab qaraymiz, Alf. Rahmat, Amy. Petga ham rahmat. Bizni Daisyni qutqardingiz. Ikkimiz mazza qilib sayohat qildik-a? Endi ishga qaytsak. Bo'ldi. Maxsus etish xizmati. Xizmat bajarildi.